Assalomu alaykum hurmatli Kattaqo'rg'on shahar aholisi, aziz yurtdoshlar. Bugungi kunda hurmatli yurtboshimiz tomonidan asos solingan taraqqiyotimizning yangi bosqichida jamiyatda adolatni qaror toptirish, qonuniylikni mustahkamlash hamda inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, sud huquq tizimidagi tub o'zgarish va islohotlar natijasida jinoyatchilikka qarshi kurash, huquq tartibotini mustahkamlash, jamoat xavfsizligini ta'minlash nafaqat davlat organlari, balki barcha idoralar, hokimliklar va keng jamoatchilikning muhim vazifasiga aylandi. 2021-yildan boshlab yurtimizda huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha mahallabay ishlash tizimi tatbiq etildi. Unga ko'ra, har bir mahallaga alohida yondashgan holda manzilli ish olib borish amaliyoti yo'lga qo'yildi. Mahalla yettiligi tizimi ishga tushirilib, uning faoliyatiga aholining ijtimoiy muammolarini aniqlash va hal etishga qaratilgan jinoyatlarning ijtimoiy profilaktikasini amalga oshirishga tayanadigan yangicha ishlash tizimi joriy qilindi. Eng asosiysi, sodir etilayotgan jinoyatlarning kelib chiqish sabablari bevosita aholi ishtirokida joylarda muhokama qilinadigan, jamoat xavfsizligi uchun mas'ul bevosita mahallaning o'zida hisobot beradigan bo'ldi. Shu yilning o'tgan davrida shahar prokuraturasi tomonidan huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'yicha faoliyatni samarali tashkil etish borasida bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilib, mazkur yo'nalishda har bir mahalladagi kriminogen vaziyatdan kelib chiqqan holda manzilli rejalar belgilandi. Amalga oshirilgan choralar hamda keng ko'lamli jamoatchilik bilan amalga oshirilgan profilaktik tadbirlar natijasida o'tgan davrda Kattaqo'rg'on shahridagi 36 ta mahallaning 11 tasida oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar sodir etilmadi. Shuningdek, shahrimizda so'nggi 1,5 yil davomida qotillik, bosqinchilik, talonchilik, nomusga tegish kabi ijtimoiy xavfli xususiyatga ega bo'lgan jinoyatlar sodir etilishini oldini olish ham bu bevosita shaharimizda amalga oshirilgan ijtimoiy profilaktikaning samarali natijasidir. Ayni paytda huquqbuzarliklarni jilovlash borasida oldimizda hal etilishi lozim bo'lgan muammoli holatlar ham ko'p ekanligini anglab yetishimiz lozim. Joriy yilning o'tgan davrida Kattaqo'rg'on shahrida jami 88 ta jinoyat sodir etgan bo'lib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan ko'paygan. Oldi olinishi lozim bo'lgan jinoyatlar 52 tani, aniqlangan jinoyatlar 36 dan tashkil etgan. Jinoyatlarning 20 tasi axborot texnologiyalaridan foydalanib sodir etilgan jinoyatlarni tashkil etmoqda. Shahrimizda jinoyat turlaridan o'g'rilik, firibgarlik, jumladan plastik kartalar orqali sodir etiladigan jinoyatlar yildan yilga oshib bormoqda. Bundan tashqari 2025-yil 4 oy mobaynida giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlar 22 tani tashkil qilib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 18 taga ko'paygani barchamizni jiddiy tashvishga soladi. Ma'lumki, narkotik moddalar va psixotrop vositalarni iste'mol qilish xalqimiz orasida sog'lom genofondning yo'qolishiga, nogiron farzandlarning ko'payishiga, oilalar notinchligi va boshqa turdagi jinoyatlarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Shahrimiz xalqini bu kabi illatdan uzoq yurishini iltimos qilib so'rab qolamiz. Mahallalar kesimida jinoyatchilikni tahlil qilganimizda, giyohvandlik jinoyatlari shahrimizning Ko'hnadam, Yermachit, Damariq, G'arbmachit, Ziyolilar, Navbahor, Mehrjon, Haydarchamand, Go'zalkent, Yakkabog', Zarifobod, Vatanparvar, Qorarovod, Balandchorlar mahallalari hissasiga to'g'ri kelmoqda. Shuningdek, o'g'rilik jinoyatlari ham shahrimizda oshgan. Bu turdagi jinoyatlar shaharning G'arbmachit, Qorarovod, Kunjupay, Navbahor, Amir Temur, Zomin, Zarifobod, Yakkabog' mahallalari hissasiga to'g'ri kelsa, 10 ta firibgarlik jinoyati sodir etilgan. Ushbu jinoyatlar Yakkabog', Qorarovod, Balandchordara, Kunjupay, Noqis, Zarifobod, Go'zalkent, Chinobod, G'arbmachit, Amir Temur hamda Islom shoir mahallalari hisobiga to'g'ri kelmoqda. Shahardagi 36 ta mahallalardan 2 tasi qizil toifadagi mahallalar jumlasiga kiritilgan. Shuningdek 8 ta mahalla sariq, 26 tasi yashil toifaga kiritilgan. Qizil toifadagi mahallalar shahrimizda Qorarovod va Zarifobod mahallalari hisoblanadi. Endi sodir etilgan jinoyatlarni shaxslar kesimida tahlil qiladigan bo'lsak, yoshlar tomonidan 5 ta, ayollar tomonidan 1 ta, muqaddam sudlangan shaxslar tomonidan 2 ta, voyaga yetmaganlar tomonidan 2 ta jinoyatlar sodir etilgan. Jinoyatlarni tergov qilish davomida 25 nafar shaxsga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot choralari qo'llanildi. Shu bilan birgalikda ichkilikbozlik oqibatida yoki agressiv xulq-atvor ta'sirida mayda bezorlik jinoyatlari hamda huquqbuzarliklarni sodir etish holatlari ham uchrab turibdi. Jumladan, ichkilikbozlik oqibatida yoki agressiv xulq-atvor ta'sirida mayda bezorlik sodir etgan va boshqa huquqbuzarliklar sodir etgan 135 nafar shaxsga nisbatan ma'muriy qamoq jazolari qo'llanildi.
Shu o'rinda avtotransport vositalari boshqaruvi bilan bog'liq huquqbuzarliklarga ham alohida to'xtalib o'tishimiz lozim. Shahrimiz hududida joriy yilning o'tgan davrida 130 dan ortiq transport vositalari bilan bog'liq huquqbuzarliklar sodir etilgani qayd qilingan. Bundan 26 ta holatda mast holatda transport vositasini boshqarish, 16 ta holatda avtoavariya oqibatida jabrlanuvchiga tan jarohati yetkazilishi, 15 ta holatda hujjatsiz transport vositasini boshqarish, 46 ta holatda yo'l belgilari va svetofor chiroqlariga rioya qilmaslik va 32 ta holatda yo'l patrul xizmati xodimlarining qonuniy talablariga bo'ysunmaslik kabi huquqbuzarliklar sodir etilgan. Bu turdagi huquqbuzarliklarni sodir etgan shaxslarga nisbatan sud tomonidan qonuniy jazo qo'llanilgan. Shahar ko'chalari bo'ylab yurganda kuzatishimiz mumkinki, ayrim haydovchilar tomonidan svetofor chiroqlariga bo'ysunmaslik, yo'l belgilariga rioya qilmaslik oddiy holga aylangan va buning oqibatida fuqarolarimiz hayoti, davlat va jamoat manfaatlariga jiddiy zarar yetkazilmoqda. Bu kabi turdagi huquqbuzarlik va jinoyatlarning kelib chiqishini oldini olish uchun eng avvalo yoshlar tarbiyasida oilaning, ota-onalarning mas'uliyatini oshirishga alohida e'tibor qaratish lozim bo'ladi. O'rganishlar va tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, aksariyat ota-onalar o'z farzandining kundalik faoliyatini tahlil qilmaydi. O'qishi va tarbiyasi bilan shug'ullanishga ozgina bo'lsa-da vaqt ajratmasdan farzandi kelajagiga beparvo munosabatda bo'lmoqdalar. Buning oqibatida farzandlar tomonidan turli huquqbuzarlik va jinoyatlar sodir etilmoqda. Biz farzandlarimizning maktabdagi o'qishiga jiddiy e'tibor qaratishimizni anglab yetishimiz lozim. Maktabda nafaqat ta'lim, ayni vaqtda bolalarimiz ongiga odob axloq, tartib intizom va qonun qoida asoslarini singdiradigan dargohga aylantira olsak, yosh avlodimizda jinoyatchilikka qarshi immunitet o'quvchilik davridan boshlab shakllanadi. Muhtaram hamshaharlar, agarda har bir fuqaro mening oilamda va mahallamda jinoyat sodir bo'lmasligi kerak degan tuyg'u bilan yashasa, shahrimizni jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirishga o'z hissasini qo'shsa, ko'zlangan maqsadlarga albatta erishamiz. Qonunlarda belgilangan tartib-qoidalarga qat'iy rioya etish, o'zgalarning huquqi, mol-mulkiga daxl qilmaslik ham qonuniy, ham insoniy burchimiz ekanini doimo yodda tutishimiz lozim. Hurmatli hamshaharlar, shahrimizda qonunni hurmat qilish va uning ustuvorligini ta'minlash muhitini birgalikda yarataylik. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.